Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana biz o'sha mashhur karkade konsentratimiz. 100 grammmi? Chaynakka qo'yamiz. Ko'ngil totadigan C vitaminini ko'paytiramiz limon bilan, apelsin bilan. Endi bunga mana 100 gramm saxarning sirapimizni qo'yamiz. Kimdir shirin ichsa ko'proq qo'yaveradi, o'zingiz yaxshi bilasizlar. Bismillah. Bismillah. Mana miyatadan solamiz. Qora choydan men bergamotligidan soldim, erilgirey. Bismillah. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin, operator yaqinroq keling. Mana asl konsentratni o'zi rangi to'q qizil. Mana choyimiz. 1,5 litr suvga 100 gramm qo'shdik. Xudo xolasa restoran, kafelarga kimga shunaqa xizmat, shu konsentratimiz kerak bo'lsa murojaat qilishingiz mumkin. Aytgancha, ba'zilar kommentariyada yozishdi, baribir o'sha zavarkasini karkade gulini so'lib tabiiy ichganga yetmaydi deb yozishdi. Men xudo xolasa qilayotgan ishimga javob beraman. Tabiiy yo'l bilan olinadi bu konsentratni. Hech qanaqa ximiya, hech qanaqa bir ko'proq saqlash uchun ximikat qo'shmayman. Faqat mehnat bilan olinadi. Ko'proq vaqt ketadi. O'shanda men buni bilsangiz zaytun yog'ida ham extra virgin deydi, sovitilgan yo'l bilan yog' olish uslublari bor. Biz ham o'sha texnikada o'zimiz bilgancha o'rganib olutganmiz. Hech qanaqa ximikat aralashmagan, ximiyasi yo'q. O'sha joyi, o'sha karkade choyini 100% olingan tabiiy konsentrat.